Cenva yürüyüşü ve München uçuruşida diqqatimni çekкен noktalar. Abdori Cassini. Birinci, Ömer Kanat'ның tarihi tüzdüşü. İlave, birinci növətlik Şərqi Türkistan Milli Kengişini München uçuruşu dep işlettim. 2018 yıl 11 ayının 6 günü biz 3. qatımlıq tarihi yürüyüşni əməlgə aşırıb, Cenvadagi Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatının aldidagi bir puti yo'q yo'g'on o'rindiqning haykali ostiga muvaffaqiyatlik yig'ildik. Bu kuni xuddi Shimoliy Amerikadagi 10 minglagan kral kepinaklarning qishni o'tkazishi uchun ko'zga ko'rinmaydigan bir buyruq bilan Meksikadagi bir o'rmonlikqa qarab uchqiniga o'xshash dunyoning hamma yeridagi Uyg'urlar Janvada ko'rishayli degan bir buyruq bilan puti yo'q o'rindiqning ostiga kelib to'plandik. Albatta, maqsadimiz, nishonimiz, g'oyamiz kral kepinaklarning to'planishi bilan o'xshashib ketadi. Kral kepinaklar rayhimsiz qishdan sog'-salomat chiqib, bahorga ulishish uchun har yili Meksikadagi ko'na joyda uchrashayli deydi bir-biriga. Xuddi Yahudilar Yerusalimda ko'rishayli degandek. Gerçi Uyg'urlar bir nuqtada ko'rishish, bir nishonga qarab yurish deganlarni kral kepinaklardek yaxshi bilmasimi? Ammo amdilardan o'rganyotidi. Buningmi Allohga shukr deyish kerak. Aslida kral kepinaklar bilan ba'zi o'xshashligimizmi bormi qandaq? Ular insonlarga, bo'libmi Uyg'urlarga nurg'un narsalarni o'rgatayotgandek. Uyg'urlar uchun yurish, mengish emas, o'riqlash uchun kashlik tamoqdan keyingi ko'cha aralash emas. Bir nuqtadan ikkinchi bir nuqtaga kelish emas. Uyg'urlar uchun yurish kelajak taqdiri haqida mavjud bo'lish bilan yo'q bo'lishdan iborat bu pilsirat ko'rigidan o'tishga chora izlash, umid nuri izlash. Yana bir qatim Uyg'urlar uchun yurish bir qutubdan ikkinchi bir qutubga sakrash emas. Uyg'urlar uchun yurishning ma'nosi intayin cho'nqur va ahamiyatli. U bo'lsa-mu, yep-yangi bir narsa yaratish. Masalan, qancha yuz yillar cho'nqur tog' qatlamlari ostida ichi siqilgan magmalarning avval partilishi, ondan qip-qizil cho'qqa lavaga aylanib asta eqishi, ondan dengizlarga, okeanlarga quyilib cheksiz ketgan tinch, shovqin-suransiz okean va dengizlarda Aral deb ataladigan yangi bir narsa paydo qilishiga o'xshash. Gap Uyg'urlar lava bo'lib, uzun mezgil, uzun masofalarda sabr bilan aqolamdi. Dengizlarga quyilib, dunyo xaritasida yangi o'zgarishlar hosil qila olamdi yo'q. NASA 1977 Səpərçi 1 və Səpərçi 2 namlıq bir uçar cisimni dünyadaki 55 tilda salamlaşqan avaz elinğan altın plastikka bilan alam boşluğuna qo'yibdi. Bu səpərçilər alam boşluğu və saman yolu sistemasida yer şaridagi 55 millatning tilida salam qilib, tashqi planet odami izlab, yana bir ma'nodan aytganda, odam bormi deb yurayotganiga 41 yil bo'ldi. NASA Səpərçi 1 va 2 nomliq bu uchar jism bilan birga yana yer sharidagi insonlarga aloqador nurg'unlagan rasmlar, muzikalar, bovoqlarning yig'ilgan ovozlari qatorliqlarni avatdi.
Әмма 41 yıldan buyan bütün kainat sükütte. Hiç kim tehi kainatta men mi bar, senin qışında degan javobni bermedi. NASA qo'yib bergan Sapar 1 va Sapar 2 nomli uchar jismlarning koinotga shundaqla saman yo'li sistemasiga qilgan yurishi albatta koinotni aylanib qo'yib qaytib kelish emas, balki yangi bir narsa yaratish. Uyg'urlar taqdir jihatda yolg'iz qolgan Sapar 1 va Sapar 2larga bak o'xshab qelyapmiz. Ovozlarimiz cho'ngaytilgan, rasmlarimiz, bayroqlarimiz, cho'qonlarimiz, yig'izorlarimiz bilan dunyoga odam bormi, yordam kerak deb vaqirsaqmi, bizga hech sado kelmayotdi. Qo'shmoq safarchilarning yurish qilishdagi maqsadi koinotning sirni bilish. Bir narsalar yaratish bo'lsa, bizning dunyoda yurish qilishimizga maqsadimiz yer sharida bir vatan barpo qilish. Ammo har ikkimiz o'xshashli yolg'iz va tanho qilyapmiz. Shundoq qilib 2018-yil 6-noyabr kuni atdiganda Janvadagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosining oldidagi bu maydonga va bu maydonga simvollik holatda tiklangan bir puti yo'q o'rindiqning atrofiga to'plandik. Ya'ni biz dengiz okeanlarda ma'lum go'zal orollarni shakllantirish uchun eqivatgan lava, koinotga yurishga chiqqan NASAning safarchisi bo'lishning eng dastlabki qadamlarini bosdik. Uyg'urlar, Tibetlar, Qozoqlar, Mo'ng'ullar to'linayotgan shuarlar, so'zlanayotgan nutqlar. Bu arada nutq so'zlashga chiqqan Amerikadagi kommunizmning ziyonkashligiga uchirganlarni xotirlash vaqtining boshlig'i Kristina Olney xonim vatanimizning nomini Şinjan deb atashga boshladi. Xonimning yonida turgan Dünya Uyg'ur qurultayining muavin raisi Ömer Qanat apandi naq maydonda darhol tuzitish berib, Şinjan demay Sharqi Turkiston deyish kerakligini eskartdi. Bu eskartishdan keyin Kristina xonim so'zini Sharqi Turkiston deb davomlashtirib ketdi. Janvadagi Birlashgan Davlatlar Tashkilotining markaziy binosi oldida dunyo oldida berilgan bu ahamiyatli tuzitish diqqatimni chekdi. Yana bir qatimliq tuzitish Myunxendagi Sharqi Turkiston Milliy Kengashi echilayotgan mezgilda vatanimizga berib muxbirlik qilgan va Xitoylar tarafidan qo'g'lab chiqarilgan Ursula xonimga qarta bo'ldi. Ursula xonim so'z qilganda Şinjan degan bu so'zni ishiltib qoldi. Kashda mehmonxona zalida men Ursula xonimni uchirtib qoldim. Azroq paranglashgandan keyin men uningga agar mumkin bo'lsa Şinjan degan ismning o'rniga Sharqi Turkiston degan ismni ishlatsa bak yaxshi bo'ladiganligini tushuntirib, Şinjan degan bu ismni anglaganda Uyg'urlarning yuragi og'riydiganligi haqida taklif berdim. Ursula xonim menga bu haqda Ömer Qanatningmi tuzitish berganligini, bundan keyin Şinjan degan bu ismning o'rniga Sharqi Turkistonni qo'llanadiganligini aytdi. Vatanimizning nomi haqidagi mustamlikchi ism bilan xalq qalbidagi ism o'ttirsidagi tanlashda Dünya Uyg'ur qurultayi rahbarlarining tutgan pozitsiyasidan memnun bo'ldim. O'ylanib qoldim. Ha desa, Şinjanchilar, avtonomiyachilar, yana bir narsalarni deb kompyuter orqasiga mo'kinib oladigan Don Kixot qahramonlarni Janva yurishida va Myunxen uchrashida uchratmadim. Mo'yim xalqaro sahnalardimi bundaq bir tuzitish berganini anglab baxmadim.
Faqat Uyg'urlar orasidala markaziy ideyani boshqa yoqqa burash ko'rishi qilyotidi. Ahvoldan qaraganda, vatanning to'lg'oq yeb, tuqqan haqiqiy bolalari avtonomiyachilar o'xshamamdi. Tugidi.